U hozirgina hammaning ko'z oldida ag'darilib ketdi. Lekin eng qizig'i, hammamiz shuni kutayotgandik. Chunki bu oddiy mashinalar poygasi emas, bu Monster Jam, Amerikadagi eng hayajonli shoulardan biri. Motorining ovozi esa quloqlarni teshib yuboraman deydi. Birinchi raundda quvlash poygasi kim birinchi kelsa o'sha yutib chiqadi. Ikkinchi raundda esa kim oldingi kolosalari bilan qancha uzoq tursa o'sha yutib chiqadi. Keyin mototsiklchilar chiqib havoda salto va har xil tryuklarni ko'rsatishdi. Ammo hamma eng asosiy 3-raundda kutayotgandi. Mashinalar deyarli 10 metr balandlikda sakrashdi. Qisqasi, emotsiyalar 100 dan 1000 aytgancha g'olib mana shu yigit bo'ldi. Agar Amerikada yashasangiz, Monster Jamga hech bo'lmaganda bir marta borishingiz kerak. Chunki bu videoda ko'rish boshqa, o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz umuman boshqa.